Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men nogironlik pensiyasi bo'yicha avgust oyidagi oshirilgan to'lovlar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu masala faqat pensiya olayotgan insonlarga emas, ularning farzandlari, ota-onasi vasiylari va oilasidagi xarajatni hisoblab yuradigan har bir kishiga tegishli. Chunki pensiya oshdi deganda ko'pchilik menga aynan qancha qo'shildi? Nega qo'shnimga ko'proq, menga kamroq tushdi? Avgustda to'liq olamanmi yoki yarimmi? Qarzdorlik bo'lsa ushlab qolishadimi degan savollar bilan qiynaladi. Men bugun shu savollarning hammasini oddiy tilda hisob-kitob bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqa oladiganlar uchun ayrim nozik joylar bor. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa odam ortiqcha sarson bo'lmaydi. Avvalo eng asosiy gapni aytaman. Avgust oyidan pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar oshirilgan bo'lsa, bu oshirish odatda hamma uchun bir xil pul miqdorida emas, foiz hisobida bo'ladi. Ya'ni kimning oldingi pensiyasi katta bo'lsa, unga qo'shiladigan summa ham kattaroq ko'rinadi. Kimning pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lsa, unga qo'shilgan pul nisbatan kamroq bo'lishi mumkin, lekin minimal kafolatlangan miqdorlar ham alohida ko'rib chiqiladi. Ko'pchilik mana shu joyda adashadi. Masalan, odam eshitadi, pensiya 15% ga oshdi. Keyin o'ylaydi. Demak, hammaga bir xil bidexama 1000 so'mdan qo'shilar ekan. Yo'q, bunday emas. Imbili foiz degani siz iyul oyida qancha olgan bo'lsangiz, o'sha summaning imbili foizi qo'shiladi degani. Agar siz 900 so'm olgan bo'lsangiz, 15% 120 so'm bo'ladi. Agar 1.200.000 so'm olgan bo'lsangiz, 15% bitta xama 1000 so'm bo'ladi. Agar 2 million so'm olgan bo'lsangiz, 15% 300.000 so'm bo'ladi. Lekin yana bir muhim nuqta bor. Nogironlik bo'yicha to'lovlar har xil bo'ladi. Birov nogironlik pensiyasi oladi, chunki uning mehnat staji bor, pensiya jamg'armasida hisoblangan huquqi bor. Boshqa birov nogironlik nafaqasi oladi. Chunki yetarli ish staji bo'lmasligi mumkin yoki u bolalikdan nogiron bo'lishi mumkin. Yana ayrimlar parvarish puli, kompensatsiya, kommunal imtiyoz yoki boshqa yordamlarni ham oladi. Shuning uchun siz faqat nogironlik puli oshdi degan umumiy gapga qarab xulosa qilmasligingiz kerak. Avval o'zingiz olayotgan to'lov turi nimani anglatishini bilib oling. Men buni juda sodda qilib ajrataman. Agar sizga to'lov pensiya jamg'armasi orqali pensiya sifatida tayinlangan bo'lsa, odatda hisob-kitob staj, ish haqi, nogironlik guruhi va qonundagi minimal kafolatlar asosida yuradi. Agar siz nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bu ko'proq davlat tomonidan belgilangan qat'iy miqdorlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun pensiya oshishi bilan nafaqa oshishi mexanizmi bir-biriga o'xshasa ham, yakuniy summa bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi eng ko'p so'raladigan savolga o'tamiz. Avgustda qancha qo'shildi? Men sizga hisoblashning eng oddiy formulasini beraman. Yil oyida olgan summangizni oling, uni 15% ga ko'paytiring. Buning eng qulay yo'li. Iyuldagi pensiyani 0.25 ga ko'paytirasiz. Chiqqan summa taxminan avgustdan qo'shiladigan pul bo'ladi. Keyin eski pensiyangizga shu qo'shimchani qo'shasiz. Masalan, birinchi vaziyat. Guruh nogironligi bo'lgan fuqaro iyul oyida 1.500.000 so'm pensiya olayotgan edi. 1.500.000 so'mning 15% 225.000 so'm bo'ladi. Demak, avgustdan uning pensiyasi taxminan 1.725.000 so'mga chiqadi. Bu yerda odam nega menga 225.000 qo'shildi, boshqaga 300.000 qo'shilibdi deb ranjimasligi kerak. Chunki boshqaning eski pensiyasi 2 million bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Guruh nogironligi bo'lgan fuqaro iyul oyida 1 million so'm olayotgan edi. 1 millionning 15% 500.000 so'm. Demak, yangi miqdor 1 million 500.000 so'm atrofida bo'ladi. Agar bank kartasiga tushgan summa bundan kamroq ko'rinsa, darrov menga noto'g'ri hisoblashdi deb xulosa qilmang. Balki oldindan qarzdorlik bo'lgan, aliment, kredit ijro hujjati, ortiqcha to'langan mablag'ini ushlab qolish yoki oyning bir qismi uchun qayta hisoblash bo'lishi mumkin. Uchinchi vaziyat. O'chi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro iyulda 750.000 so'm atrofida olgan bo'lsa, 25% 122.500 so'm bo'ladi. Yangi summa 262.500 so'm atrofida bo'ladi. Lekin amalda ayrim summalar yaxlitlanishi, minimal miqdor bilan solishtirilishi, bazaviy hisob ko'rsatkichlariga bog'lanishi mumkin. Shu sababli kartaga tushgan pul 500 so'mgacha, million so'mgacha
yoki bir necha ming so'm farq qilishi ehtimoli bor. Bunda eng to'g'ri yo'l og'zaki gapga emas, rasmiy pensiya hisob varag'idagi ma'lumotga qarashdir. 4-vaziyat. Bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxs yoki nogironligi bo'lgan bola uchun nafaqa olayotgan oila. Bu yerda ko'p hollarda ota-ona yoki vasiy men farzandim nomidan oldin falon summa olardim. Endi qancha bo'ladi deb so'raydi. Agar to'lov qat'iy belgilangan nafaqa bo'lsa, uning oshirilishi ham davlat belgilagan yangi miqdorga qarab amalga oshadi. Bunda har doim shaxsiy staj hisoblanavermaydi, chunki bolaning ish staji bo'lmaydi. Demak, bunday holatda siz eski summaga foiz qo'shib taxminiy bilishingiz mumkin, lekin yakuniy miqdorini albatta rasmiy manbadan tekshirishingiz kerak. 5-vaziyat, bir oilada 2 kishi to'lov bo'ladi. Masalan, ona guruh nogironlik pensiyasi oladi. Farzand esa nogironlik bo'lgan bola sifatida nafaqa oladi. Oila ko'pincha umumiy tushgan pulni ko'rib va bizga jami qancha qo'shildi deydi. Bu yerda har bir to'lov alohida hisoblanadi. Onaning pensiyasi o'z tartibida, bolaning nafaqasi o'z tartibida oshadi. Agar onaga 1,5 so'm, bolaga 20 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi 2,7 ming so'mga oshgan bo'ladi. Lekin bu ikki to'lovni aralashtirib, nega bitta odamga ko'proq, boshqasiga kamroq deb baholash to'g'ri emas. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar uncha xavotir olmasligi kerak? Agar siz iyul oyida pensiya yoki nafaqa olgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz amal qilayotgan bo'lsa, nogironlik guruhi muddati tugamagan bo'lsa va bank karta yoki pochta orqali to'lovingiz muntazam kelayotgan bo'lsa, odatda oshirilgan summa avtomatik qayta hisoblanadi. Siz alohida ariza yozib, menga oshiringlar deb bo'lishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Bu avtomatik jarayon bo'ladi. Lekin agar nogironlik muddati avgust atrofida tugagan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasidan qayta o'tish kerak bo'lsa, hujjatingiz yangilanmagan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yopilgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlar almashgan bo'lsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Chunki texnik sabab bilan pul kechikishi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan holat, odam avgustda pensiya bir necha kunga kechiksa, oshirilgani uchun to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida to'lov jadvali bank, pochta, hudud, moliyalashtirish kuni va bayram kunlariga qarab farq qilishi mumkin. Ba'zi tumanlarda oyning boshida tushadi, ba'zilarida o'rtasida, ba'zilarida esa pochta xodimi belgilangan jadval bo'yicha olib keladi. Shuning uchun birinchi navbatda o'z hududingizdagi odatiy to'lov sanasini solishtiring. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, oshirish hamma to'lovga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, asosiy pensiya oshadi, lekin ayrim kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lovlar boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Ba'zi to'lovlar pensiya miqdoriga bog'langan bo'ladi. Ba'zilari esa alohida belgilangan bo'ladi. Shuning uchun mening umumiy pulim aynan 15% ga oshishi kerak degan fikr har doim ham to'g'ri chiqmasligi mumkin. Muhimi, sizning asosiy pensiyangiz qanchaga oshgani va umumiy to'lov tarkibida nimalar borligini bilishdir. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshgandan keyin ayrim oilalarda ijtimoiy yordam masalasi o'zgarishi mumkin. Masalan, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki kam ta'minlangan oila sifatida olinadigan yordamlar daromad mezoniga qarashi mumkin. Agar oilaning rasmiy daromadi oshsa, keyingi tekshiruvda bu hisobga olinishi ehtimoli bor. Men bu bilan pensiya oshsa, yordam darrov to'xtaydi demoqchi emasman. Yo'q, har bir yordamning o'z mezoni bor. Lekin oilaviy daromadni hisoblashda pensiya va nafaqalar ko'pincha e'tiborga olinadi. Shuning uchun mahalla yoki ijtimoiy himoya organi bilan gaplashganda daromadlaringizni aniq aytish kerak. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul masalasi. Ba'zan odam nogironlik muddati tugaganini vaqtida bildirmaydi yoki qayta ko'rikdan o'tmaydi. Lekin pul bir muddat tushda davom etgan bo'lishi mumkin. Keyin tizim aniqlaganda ortiqcha to'langan summa ushlab qolinadi. Shunday vaziyatda avgustdagi oshirilgan pensiyani kutayotgan odam kartaga kamroq pul tushganini ko'rib hayron bo'ladi. Aslida oshirish bor, lekin avvalgi ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. Buni faqat hisob-kitob varaqasidan ko'rish mumkin. 4-nozik jihat, ijro hujjatlari. Agar fuqaroning aliment, sud qarori, kredit bo'yicha ijro ishi yoki boshqa rasmiy ushlanmasi bo'lsa, pensiya oshganidan keyin ushlanadigan summa ham o'zgarishi mumkin. Chunki ushlanma ko'pincha foizda bo'ladi. Masalan, oldin 20 million so'mdan 20% ushlab qolingan bo'lsa,
200 ming so'm ushlangan. Pensiya 20 million 120 ming bo'lsa, 20% 230 ming so'm bo'ladi. Shunda odam menga 120 ming qo'shildi. Lekin qo'limga 120 ming ko'proq tegdi deb ko'radi. Bu yerda farq ushlanma sababli paydo bo'ladi. 5-nozik jihat bank kartasi va SMS xabarnoma. SMS'da kelgan summa har doim to'liq tushuntirish bermaydi. SMS faqat kartaga tushgan pulni ko'rsatadi. Unda pensiya tarkibi, ushlanma, qayta hisoblash, qarzdorlik yoki avans ko'rsatilmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Agar summa kutilgandan farq qilsa, SMSga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan hisob-kitob ma'lumotini so'rang. 6-nozik jihat, yangi tayinlangan pensiya. Agar sizga nogironlik pensiyasi avgust oyining o'zida tayinlangan bo'lsa, siz eski summa bilan yangi summani solishtira olmasligingiz mumkin. Chunki sizga pensiya tayinlashda allaqachon avgustdagi yangi miqdorlar hisobga olingan bo'lishi mumkin. Masalan, qo'shningiz menga 120 ming qo'shildi deydi. Siz esa birinchi marta pensiya oldingiz va menga qo'shilmabdi deb o'ylaysiz. Aslida sizning boshlang'ich hisobingiz yangi tarif bilan chiqqan bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat oy o'rtasida huquq paydo bo'lishi. Masalan, nogironlik 10 avgustdan belgilangan bo'lsa yoki hujjat 20 avgustda rasmiy kuchga kirgan bo'lsa, to'lov butun oy uchun emas, huquq paydo bo'lgan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Shunda birinchi oyda tushgan summa kamroq ko'rinadi. Keyingi oy to'liq tushganda odam farqni ko'radi. Bu xatolik emas, davr bo'yicha hisoblash bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat guruh o'zgargan bo'lsa, masalan, fuqaro oldin 3 guruh edi. Qayta ko'rikdan keyin 2 guruh bo'ldi yoki aksincha. Bunday holatda avgustdagi oshirishdan tashqari guruh o'zgarishi ham summaga ta'sir qiladi. Agar guruh yuqorilasa, to'lov oshishi mumkin. Agar guruh pasaysa, ayrim holatda umumiy summa kutilgandek oshmasligi yoki hatto qayta hisoblangan holda boshqacha chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat avgustdagi foizni emas, mening huquqiy holatim o'zgardimi degan savolni ham berish kerak. 9-nozik jihat ishlayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar. Ayrim odamlar men ishlayman, menga oshirilgan pensiya beriladimi deb so'raydi. Umumiy qoida shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa, uni oshirish ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Lekin ish joyi, daromad, sug'urta badallari, qayta hisoblash va ayrim imtiyozlar masalasida alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ayniqsa ish staji ko'paygani uchun qayta hisoblatish mumkinmi? Qachon ariza berish kerak? Ish beruvchi ma'lumotni to'g'ri yuborganmi degan masalalarni tekshirish foydali. 10-nozik jihat norasmiy ma'lumotlarga ishonish. Telegram guruhlarda, qo'shnilar orasida, bozorda hammaga falon so'mdan berilar ekan. I guruhga buncha, I guruhga buncha. Kim ariza yozmasa olmaydi degan gaplar tarqaladi. Men sizga ekspert sifatida aytaman. Bunday gaplarni tekshirmasdan ish olmang. Har doim rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi xabari, mahalla yoki ijtimoiy himoya organining rasmiy izohi, shaxsiy hisob-kitob varaqasi asos bo'ladi. Og'zaki gap esa ko'pincha odamlarni sarson qiladi. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, iyul oyida qo'lingizga tushgan aniq summani toping. Bank ilovasidan, SMSdan, pochta kvitansiyasidan yoki daftar yozuvingizdan qarang. Taxminan 1 million edi demang, aniq raqam kerak. Chunki 10 ming so'mlik farq ham hisob-kitobda natijani o'zgartiradi. Ikkinchi qadam, o'sha summaning 15%ni hisoblang. Masalan, 9 ming so'm bo'lsa, 9 mingni normal imijga ko'paytirasiz. 35 ming so'm chiqadi. Demak, yangi summa 1 million 35 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar 1 million 300 ming bo'lsa, 95 ming qo'shiladi. Yangi summa 1 million 45 ming bo'ladi. Agar 2 million 400 ming bo'lsa, 360 ming qo'shiladi. Yangi summa 2 million 760 ming bo'ladi. Shu usul sizga oldindan taxminiy natija beradi. 3-qadam. Avgustda tushgan summani solishtiring. Agar farq siz hisoblagan miqdorga yaqin bo'lsa, demak hammasi joyida bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar juda katta farq bo'lsa, masalan siz 1 million 120 ming kutdingiz, lekin 900 ming tushdi. Unda sababini aniqlash kerak. Bu sabab to'lov kechikishi, ushlanma, qarzdorlik, hujjat muddati, guruh o'zgarishi yoki bank texnik holati bo'lishi mumkin. 4-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Sizda ID karta yoki pasport, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarori, pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitlari bo'lishi kerak. Agar siz bolaning nomidan nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID hujjati,
vasiylik hujjati, ota-ona pasporti, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat va bank ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Birinchi navbatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar to'lov ijtimoiy nafaqa bo'lsa, ayrim masalalarda mahalla. Ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin. Agar bank kartaga pul tushmagan bo'lsa, bankdan ham texnik holatni so'rang, lekin pensiya summasining hisob-kitobini bank qilmaydi. Bank faqat kelgan pulni kartaga o'tkazadi. Hisob-kitob pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organ tomonidan yuritiladi. 6-qadam, murojaatda nimani yozish kerak? Agar yozma ariza bersangiz, unda menga tayinlangan nogironlik pensiyasi yoki nafaqasining avgust oyidan qayta hisoblangan miqdori, qo'shimcha summa va ushlab qolingan mablag'lar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozing. Arizada F.ish, J.Ashir, yashash manzili, telefon raqami, pensiya yoki nafaqa turi, bank karta oxirgi raqamlari, muammo sanasi va tushgan summa ko'rsatiladi. Shunda mas'ul xodim umumiy gap bilan emas, sizning shaxsiy hisobingiz bo'yicha javob berishi kerak bo'ladi. 7-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, lekin siz hali ham tushunmasangiz, hisob-kitobni yozma yoki elektron ko'rinishda so'rang. Siz menga asosiy pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, ushlanmalar va avgustdagi qayta hisoblash alohida ko'rsatilgan ma'lumot kerak deb aytishingiz mumkin. Bu sizning haqingizni aniq ko'rishga yordam beradi. 8-qadam, qayta ko'rik muddati yaqin bo'lsa kechiktirmang. Nogironlik guruhi muddati tugashidan oldin kerakli tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Poliklinika, shifokorlar xulosasi, davolanish varaqalari, tekshiruv natijalari va komissiyaga yuborish tartibini aniqlang. Chunki bir hujjat kechiksa, to'lov ham kechikishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda odamlar keyin boraman deb yurib, bir oy to'lovsiz qolib ketadigan holatlar uchraydi. 9-qadam, yaqinlaringizga ham hisoblab bering. Ko'p pensionerlar telefon ilovasidan foydalana olmaydi, kalkulyator bilan hisoblashga qiynaladi. Agar oilangizda nogironligi bo'lgan kishi, keksa ota-ona yoki yolg'iz yashaydigan qarindosh bo'lsa, iyuldagi va avgustdagi tushumni birga tekshiring. Ba'zan odam pul tushganini bilmaydi, karta ishlamay qolgan bo'ladi. PIN kodni unutgan bo'ladi yoki pochta xabar vaqtida yetib bormaydi. 10-qadam, har oy yozib boring. Men oddiy daftar yuritishni maslahat beraman. Oy nomi, tushgan summa, ushlanma bo'lsa ushlanma, qo'shimcha bo'lsa qo'shimcha. Bank yoki pochta sanasi yozib borilsin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin keyin nizo chiqsa, sizda aniq tarix bo'ladi. Menga kam tushdi degan umumiy gapdan ko'ra, avgustda 20 ming tushgan. Men 20 ming kutgan edim. Farq 30 ming so'm degan aniq gap tezroq yechim beradi. Endi yana bir savol. Avgustdagi oshirgan summa orqaga qatab ham beriladimi? Agar oshirish aynan 1 avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, hisob-kitob shu sanadan boshlanadi. Agar texnik sabab bilan avgustda to'liq tushmasa, ayrim holatda keyingi to'lovda qayta hisoblab berilishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik bo'ladi deb kutib o'tirmaslik kerak. Agar sizda aniq farq bo'lsa, murojaat qiling va qayta hisoblash qaysi davr uchun amalga oshirilganini ko'rsatib bering deb so'rang. Yana bir masala, naqd pul oladiganlar. Pochta orqali oladigan pensionerlar ko'pincha bank kartadagiligi oldin tushdi, bizga hali kelmadi deb xavotir qiladi. Bu hamma vaqt xato degani emas. Pochta jadvali alohida bo'ladi, lekin belgilangan sanada ancha o'tib ketsa, pochta bo'limi va pensiya jamg'armasi bilan bog'lanish kerak. Ayniqsa manzil o'zgargan, fuqaro boshqa joyga ko'chgan yoki vaqtincha boshqa viloyatda bo'lsa, to'lov yetkazish masalasida oldindan xabar berish muhim. Men alohida aytmoqchiman, nogironlik pensiyasi faqat pul masalasi emas. Bu insonning dori-darmon, davolanish, yo'l xarajati, parvarish, oziq-ovqat, kommunal to'lov va kundalik ehtiyojlariga bog'liq. 100 ming yoki 200 ming so'm kimlargadir kichik tuyulishi mumkin. Lekin doimiy dori ichadigan, har oy shifokorga boradigan, yordamchi vosita oladigan odam uchun bu juda sezilarli yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'ziga tegishli pulni to'liq va to'g'ri olishi kerak. Demak, avgust oyida nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oshirilgan bo'lsa, siz birinchi navbatda eski summangizni bilasiz. Keyin oshirish foizini hisoblab, yangi tushgan pul bilan solishtirasiz. Hammaga bir xil miqdorda pul qo'shilmaydi. Qo'shimcha eski pensiya miqdoriga, to'lov turiga, guruhga, hujjat muddatiga, ushlanmalarga va qayta hisoblash holatlariga bog'liq bo'ladi. Agar summa kutilgandan
farq qilsa taxmin bilan yurmasdan pensiya jamg'armasi yoki mas'ul organdan shaxsiy hisob kitob bo'yicha yozma tushuntirish so'rang. Izohlarda yozing. Siz iyul oyida qancha olgan edingiz? Avgustda qancha tushdi, qancha qo'shildi? Men sizlarning holatlaringizni ko'rib, umumiy xatolarni keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pulini to'g'ri hisoblab olishiga, ortiqcha sarson bo'lmasligiga yordam beradi.